Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana yana bitta obyektimizda beton ishlarini boshlab olganmiz. Bu galgi manzilimiz paytig'imizni janovotidan bo'lyapti. Bu joyda mana ko'ryapsizlar 3-4 ta xonaga uy qilinyapti. Katta forma bo'lib, armaturalar to'qiganmiz. Padojlarimizni ko'ryapsizlar. Padojlarimizni ham apalabga tikib qilinadigan bo'ldi. Sababi sal kattaroq qilib, sifatli qiladigan bo'lib. Xudo xolasa mana yerlarimiz, padojimiz bu tomon past, bu tomon baland ekan. Samsungga surdirib olgandan ko'ra itiga yana Samsung qaytar ichiga turpoqni zaspga qilish kerak. Shuning uchun kavlab chiqyapmiz-da, turpoqlari ichida qolaveradi. Zaspga ham ancha ekonom bo'ladigan bo'lib, xudo xolasa mana chiroyli qilib bu joylarni ham 90 graduslanib turib, xonalarni chiqarib, karkaslarni to'qishni boshladik. Tez orada bu joylarni ham polni bitkazamiz. Prognozlar kutib olinglar. Betonni quyib olgandan keyin bu yerga qancha beton ketishi, rasxodlari hammasini to'liq yoritib boramiz. Narx-navolarimizga keladigan bo'lsak 350 ming so'mdan kubasiga 370 ming so'mgacha quyapmiz va armatura to'qishlar addenni 15 ming so'm, katlavan kavlashlar 30 ming so'mdan kavlab quyib beryapmiz aziz obunachilar. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarga aloqaga chiqarasizlar.